Hikoya nomi uy ichidagi sukut. Bu uy tashqaridan qaraganda oddiy edi. Jim, tartibli, hurmatli. Kelin bu uyga kelgan kuni hamma xursand edi. U kamgap, muloyim, odobli edi. Qaynota esa mahallada obro'li, so'zi o'tadigan odam, hech kim shubha qilmagan. Hech kim ish bilan ko'p yurardi. Tongda ketar, kech qaytardi. Kelin esa kun bo'yi shu uyda edi. Avvaliga hammasi oddiy tuyulgan. Qaynotaning holing yaxshimi degan so'zi, kuchim yetadimi yordam berishga degan gapi. Lekin vaqt o'tgani sari bu so'zlar ortida boshqa nigoh paydo bo'ldi. Kelin sezdi, yuragi bezovta bo'ldi, lekin jim qoldi. Chunki bu uyda kelinning ovozi past bo'lardi. Chunki bu uyda gap chiqishi o'lim bilan barobar edi. Bir kuni yana safarga ketdi. Uy odatdagidan ham jim bo'lib qoldi. Shu jimlik ichida eng katta xato sodir bo'ldi. Bu muhabbat emas edi, bu ehtiyoj edi, bu yolg'izlik edi, bu zaiflik edi va bu xiyonat edi. Kelin o'sha kundan keyin o'zini tanimay qoldi. U oynaga qaray olmasdi. U erining ko'ziga tik qaray olmasdi. Qaynota esa sukutni tanladi. Go'yoki hech narsa bo'lmagandek yashadi. Lekin uydagi havo o'zgargan edi. Hamma sezardi, hech kim aytmasdi. Bir kuni tasodifan eski telefonni topdi. Ochilmadi. Lekin bitta xabar ochilib ketdi. Hammasi shu yerda tugadi. U baqirmadi, urishmadi, faqat o'tirib qoldi. Eng og'ir og'riq xiyonat emas edi. Eng og'iri bu xiyonat o'z uyida bo'lgani edi. Kelin yig'ladi. U o'zini oqlamadi. Faqat bitta gap aytdi. Men adashdim, lekin ba'zi xatolar kechirilmaydi. Ba'zi eshiklar bir marta yopilsa qayta ochilmaydi. Bu uy parchalandi. Oila emas, ishonch yemirildi. Bugun u uyda sukut hukmron, ammo bu sukut tinchlik emas. Bu kech qolgan haqiqat.